Demak, 43-savolda mis, temir, S2 kaliy permanganat eritmasi deyaptimi savolda? Kaliy permanganat va sulfat kislota. Hosil bo'ladi. Mis sulfat, temir 2 sulfat, temir sulfat, temir 3 sulfat, marganiz sulfat, kaliy sulfat va suv. Endi buni iyon holda emas, molekyular holatda yozib olamiz va yarim tenglik usulida tenglashtiramiz. Yarim tenglik usulida mana bu yerda mis, temir, S2 degan molekula bor, u ionlarga ajralmaydi. Mavjud iondan foydalanamiz degani, demak bu ionga ajralmaydi. Bu nimaga o'zgaryapti? Temir, mis plus 2 ga o'zgaryapti, to'g'rimi? Temir plus 3 ga o'zgaryapti. Keyin sulfatga o'zgaryaptimi? Keyin sulfatga o'zgaryapti. Lekin nechi bor? 2 bor. Temir 2 ta chunki. Temir 2 ta bo'lsa, bu yerga 2 qo'yamiz, misni oldiga 2 qo'yamiz, sulfatni oldiga 4 qo'yamiz. Demak, bizlarda mis, temir, oltin go'rtlar tenglashdi. Endi kislorod tenglashtirishimiz kerak. Kislotali muhitda kislorod manbai suvmi? 2 ta mis, temir, S2 plus nechta suv? 16 ta suv. Hosil bo'ladi 2 ta mis, 2 ta temir va 4 ta sulfat. Va vodorodlar 16 kere 2 32 bo'lgani uchun 32 ta vodorod. Endi zaryadlarni hisob-kitobini oladigan bo'lsak, zaryadlar hisob-kitobi bo'yicha u 0, 16 ta suv ham 0, 2 kere 2 plus 4 plus 6 minus 8, 4 kere 2 va plus 32 bo'ladi. Hammasini chap tomonga o'tkazsak. Demak, 4 ga 6 10, 10 dan 2 ni ayirsak, 10 dan 8 ayirsak 2, 2 ga 32 ni qo'shsak plus 32 mi? Plus 32 bu tarafga minus 30 o'tadi o'sha. Plus 30 bu tarafga minus 30 o'tadi. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Permanganatga. Bu yerda marganiz plus 7 dan plus 2 ga kamayyapti-ku. Lekin biz mavjud iondan foydalanamiz. Permanganatdan foydalanamiz. Chunki marganizning o'zidan emas, mavjud ion. U kaliy permanganat dissotsiya bo'lsa, kaliy bilan permanganatga dissotsiyatsiya bo'ladi. Shunda permanganatdan foydalanamiz. Permanganat o'zgarmoqda marganiz plus 2 ga. Bu tomonga nechta suv? 4 ta suv qo'shamiz. Keyin bu tomonga 8 ta vodorod qo'yish kerak. Demak, marganiz O4 plus 8 ta vodorod hosil bo'ladi marganiz plus 2 va 4 ta suv. Bizda marganizlar ham, vodorod ham, kislorod ham tenglashdi. Endi zaryadlar hisob-kitobini olamiz. Minus 1 plus 8 teng plus 2 va 0. 8 dan 1 darsak 7, 2 ham ayrishib o'tadi plus 5. Endi bu ikkita reaksiyani birlashtirib yozishimiz kerakmi? Birlashtirib yozadigan bo'lsak, buni olamiz. Buni olamiz. Demak, o'zgarishlar 34 ga o'zgaryapti, bunisi 5 ga o'zgaryapti. Qarama-qarshi tomonga ko'paytiramiz. Bu yerga 5 qo'yamiz, bu yerga 34 qo'yamiz.
va shuni ko'paytirib yozib chiqamiz. 5 kere 2 10 ta halqa beritmiz temir S2 to'g'rimi? Plus 5 kere 16 80 ta suv plus endi buni yozamiz. Buni yozmaymiz. 34 qisqarib ketadi ikkalasi. 34 ta permanganat anioni 34 kere 8 8 kere 30 240 8 kere 4 32 272 ta vodorod hosil bo'ladi. 5 kere 2 10 ta mis 5 kere 2 10 ta temir plus 3 to'g'rimi? 5 kere 4 20 ta sulfat 5 kere 32 160 ta vodorod 34 kere margaz bitta-ku 34 ta marganez plus 2 va 34 kere 4 136 ta suvmi? Endi o'xshashlarni qisqartiradigan vaqt keldi. Mana 80 ta suv qisqaradi. Bu yerda 136 dan 80 ni ayirsak 56 ta suv qoladi. Hop, vodorodchi 272 ta vodorod bor bu yerda. 160 ta vodorod qisqaradi. Bu yerda 272 dan 160 ni ayirsak 112 ta vodorod bo'ladi. Yozib olamiz. 10 ta mis, temir, S2, suv qolmagan. 34 ta permanganat. 112 ta vodorod. 10 ta mis. 10 ta temir. 20 ta sulfat. 34 ta marganez va nechta suv? 56 suv. Xo'p, mana shu yarim tenglama usulida tenglashtirish. Endi buni molekulyar holatga o'tkazganda molekulyar reaksiyani qayta yozib olaman va koeffitsiyentlarni har biriga moslab qo'yaman. Demak, mis, temir S2 ga qo'shyapman kaliy permanganat, qo'shyapman sulfat kislota. Hosil bo'ladi mis sulfat, temir 3 sulfat, marganez sulfat, kaliy sulfat va suv. Xo'p, endi buni oldiga necha qo'yish kerak? 10 qo'yish kerak. Buni oldiga necha qo'yish kerak? 34 qo'yish kerak. Misni oldiga necha qo'yish kerak? 10 qo'yish kerak. Temir 10 ta bo'lishini bu yerga 5 qo'yish kerak. Marganez 34 bo'lsa, bu yerga 34 qo'yish kerak. Xo'p, endi hamida vodorodlarimiz 112 tami? Bu yerga necha qo'yamiz? 56 qo'ysak. Xo'p, kim qoldi? Kaliy sulfat va suv qoldimi? Suvni oldiga necha qo'yamiz? 56 qo'yamiz. Endi sulfatni sanaymizmi? Yo, kaliydimi? Kaliy 34 tami? 34 ta bo'lsa, bu yerga 17 qo'yamiz. Sulfatlar tenglashdimi? 10 ta sulfat 5 kere 3 15 ta sulfat. To'g'rimi? Bu yerda 6 ni sanayapmizmi hozir? 6 ni sanayotgan bo'lsak, bir tomon sanab olaylik. 10 kere 2 20 ta, 56 ta bilan 76 ta bo'ldimi? Bu yoqda nechta bo'lgan hozir? 76 ta bo'ldimi? Demak, tenglash. Tushunarlimi? Shuni oddiy elektron balans qilsak ham bo'lardi-ku. Lekin savolda yarim tenglama usulida tenglashdi dedimi? Mana jarayonlarni ko'rsatib tenglashadi deyapti. Ikkita jarayon bo'lyapti.
ya'ni qaytarish jarayoni va oksidlanish jarayoni. Shu jarayonlarni ko'rsatib tenglashtirdik. Tushuntira oldimmi? Mana shu yarim ion reaksiya suvida tenglashtirish mavjud ionlardan foydalanamiz. Endi birinchi savol tugadi. Endi davomidan misol ishlash boshlaymiz. Misol ishlash boshlaymiz. Uni tepaga chiqarsak. Xo'p, misolimiz aytayaptiki, 200 gram 8% qo'shimchasi bo'lgan halqa perit deyapti. Birinchi ish. Halqa perit, mis, temir, S2 necha gram ekan? 200 gram. Shu necha foiz? 100% bo'lsa 8% qo'shimchasi bor. Bizga qo'shimcha kerak emas-ku. Bizlarga 92% kerak. 92% qancha? 184. Molini topib olsak. Bu 64 gram, bu 56 gram. Ikkalasi 120 mi? Mana 64 qo'shsak 184 bo'lsa necha mol bo'ladi bu? 1 mol bo'ladi. Demak, bizda 1 mol halqa perit bor. O'sha 1 mol halqa perit sulfat kislorod eritmasi orqali oksidlandi. Natijada sulfat ioni saqlagan tuzlardan iborat. Sulfat ion saqlagan tuzlardan iborat 5301 gram eritma paydo bo'ldi, deyapti. Birinchi bo'lsa, ikkinchi ish. 10 moliga 34 mol, 56 mol, 10 mol, 5 mol, 34 mol, 17 mol bo'lsa, bizniki 1 molmi? 1 molidan 3,4 mol kaliy permanganat sarflanar ekan, 5,6 mol sulfat sarflanar ekan, 1 mol mis sulfat tuzi, birinchi tuz, yarim mol temir sulfat tuzi, ikkinchi tuz, 3,4 mol margan sulfat, uchinchi tuz, 1,7 kaliy sulfat, to'rtinchi tuz hosil bo'ldi. Savol ham shunaqa. Natijada sulfat ioni saqlagan tuzlardan iborat eritma paydo bo'ldi. Demak, biz eritmani chizib olamiz. Eritmamizda mis sulfat mavjud, temir 3 sulfat mavjud, marganiz sulfat mavjud, kaliy sulfat mavjud bo'lgan eritmamiz bor. Eritmamizning umumiy massasi 5301,4 gram ekan. Eritma paydo bo'ldi. Biz har birini moligacha bilamiz. 1 mol, yarim mol, 3,4 mol, 1,7 mol. Ushbu eritma yetarlicha, ya'ni ko'p emas, kam emas, yetarlicha elektr toki ta'sirida elektroz qilindi. Katodda faqat va faqat metallar chiqdi va anodda kislorod chiqdi, deyapti. Kaliy sulfat kislotida suv saqlagan eritma paydo bo'ldi. Hosil bo'lgan eritma tarkibida kaliy sulfatning dissollanmagan molekulyar tarkibidagi atomlar miqdori kaliy sulfat hosil qilgan ionlar miqdoridan 608 molga ko'p. Endi bu savol qanday bo'ladi? Hozir tok beramiz, tok yetarli. Tok bilan elektroz qilganda ehtiyot bo'lasizlar, suvga kelganda elektroz qilmaysizlar. Tushunarlimi? Suvga kelganda elektroz qilmaysizlar. Nima uchun? Agar suvni elektroz qilsalaring katodga kim chiqadi? Vodorod chiqadi. Suvni elektroz qilsalaring katodga vodorod chiqadi. Savolda katodda faqat kim chiqsin deyapti? Metallar chiqsin deyapti. Metallar chiqish kerak bo'lsa, birinchi kimni elektroz qilaylik? Metallar kuchlanish qatoridan kimni? Mis elektroz qilasizlar. To'g'rimi? Xo'p. Endi uchinchimizmi bu? Sulfat elektroz qilamiz. Katodga mis, anodga kislorod eritmada sulfat. Birinchi reaksiya. Endi ikkinchi navbat kimni elektroz qilaylik? Temirni. Chunki metallar kuchlanish qatorida temir turibdi, to'g'ri. Temir sulfat elektroz qilaman. Katodga temir, anodga kislorod eritmada sulfatda qoladi. Keyin kimni elektroz qilaman? Marganezni. Margan sulfat elektroz qilaman. Katodga marganiz, anodga kislorod va eritmada H2SO4 qoladi. Endi kimni elektroz qilaman? Kaliydimi, suvdimi desa, endi navbat suvga keldi-ku. Suvga kelgandan to'xtaysizlar. Nega desa, savolda aytayapti, katodda faqat metal chiqsin, anodda faqat kim chiqsin? Kislorod chiqsin. Tushunarli bo'ldimi? Endi tenglashtirsak bularni. Temir 2 ta bega 2 qo'ysak, sulfat 3 ta bega 3 qo'ysak, kislorod
Vodorod sanamadik. Vodorod 3 ta 3 kere 2 6 bo'lsa B ga 3 qo'ysak. Sulfatlarda kislorod 4 kere 3 12 ta, 3 ta bilan 15 tami? 3 kere 4 12 ta, bu yerga 1,5 qo'ysam 15 ta bo'ladimi? Bunisini tenglashtiradigan bo'lsak, 1/2 qo'ysak tenglashadi. Temir bilan margans o'rta qatorda joylashgan-ku. Elektroz bo'lganda tuz ham suv ham elektroz bo'lishi kerak edi-ku, demoqchisizlar. To'g'ri, nazariy bo'yicha shunaqa. Lekin savolda katodda faqat metall chiqsin deganligi uchun mana shu tuzlarni o'zi elektroz qildim. O'zi suv ham birga elektroz bo'ladi o'rta qatorda. Lekin aynan savolda katodda faqat metall chiqsin deganligi uchun faqat metall elektroz qildik. Tushunarlimi? Endi ushbu eritma yetarlicha tok bilan elektroz qilindi. Endi elektroz qilsak eritma hosil bo'ladimi? Eritmada kim qoladi desa, H2SO4 qoladi sizlar. To'g'rimi? Mis sulfat yo'q, mis chiqib ketgan, temir sulfat yo'q, temir chiqib ketgan, margan sulfat yo'q, margan chiqib ketgan. Faqat ular o'rniga sulfatlar qolgan. Va kim qolganmi yana? To'g'ri, kaliy sulfat ham qolgan. Va suv. Kaliy sulfat kislorod suv saqlagan eritma paydo bo'ldi. Mana xuddi bir xil ketyapmiz. Hosil bo'lgan eritma tarkibida kaliy sulfat uni topamiz. Biz endi savollar o'qisak. Ikkinchi savol. Halqa peritni oksidlash uchun necha gram oqsovchi va sulfatsiz saqlangan deyapti. Birinchi savol, kimyo reaksiyani yarim tenglama suvda tenglashtir. Buni yarim tenglama suvda tenglashtirganmizmi? Mana yarim tenglama suvda tenglashtirganmiz. Bu javob 1 bu. Mana javob 1. Mana shu yerdan mana shu yergacha javob 1. Yarim tenglama suvda tenglashtirganmiz. Endi javob 2 ni qaranglar. Halqa perit oksidlash uchun necha gram oqsovchi ketgan? Oqsovchi kim? Kaliy permanganatmi? Necha mol? 3,4 mol oqsovchi ketgan. Necha mol sulfatsiz sarflangan? 5,6 mol sarflangan. Bu ikkalasi javob 2 bo'ladi. Endi 3-savol. Elektrozdan keyingi hosil bo'lgan eritma tarkibida sulfat kislotaning massa ulushini tobe deyapti. Xo'p. Massa ulushini tobe berishim kerak endi. Mana buni qaytamiz mana. Hozir biz 5301.4 gram eritma borligini bilamiz. Bu eritma bundan yengilligini bilamiz. Nima uchun desa, chunki bizda mis kislorod, temir kislorod, margan kislorod tark etganmi? Shu chiqib ketganlar massasi topsam bo'ladimi? Chiqib ketgan moddalar massasi topishim kerak ekan. Proporsiya qilamiz endi. Bizlarga tuzlarning miqdorlari ma'lum, aniq. Mana buni 1 mol elektroz bo'lsa, 80 gram chiqib ketib, 98 gram hosil bo'ladi. Lekin bizdagi necha mol? 1 mol. Demak, 1 moldaman, bizda ham 1 mol. 1 moldan 80 gram chiqib ketadi, 98 hosil bo'ladi. Buni 1 molidan 56 kere 2 112, 112 ga 48 ni qo'shsak, 160 chiqib ketadi va 3 kere 98 ay molini topaylik hammasini, shu qilay biz ham menimcha. Oxirida massa o'tamiz. 1 mol, bu yerdan 1 molmi? Bu yerda 3 mol, ha? Bu necha mol? 0,5 mol. 0,5 molidan 80 chiqib ketadi. 1,5 mol sulfat paydo bo'ladi. Buni 1 molidan 55 ga 16 ni qo'shish kerak. 55 ga chiqib ketadi va 16 gram chiqib ketadi. 71 chiqib ketadi, bundan 1 mol hosil bo'ladi. Bizlardagi necha mol? 3,4 mol. 3,4 ni 3,4 bo'ladi. 71 ni 3,4 ga ko'paytirishimiz kerakmi? 71 ni 3,4 ga ko'paytiramiz. 4 kere 1 4, 4 kere 7 28, 3 kere 1 3, 3 kere 7 21, 4 1 4 2 bitta virgül 241.4. 241.4 gram chiqib ketgan. Ana shularni ayirsak, mana shu massasi kelib chiqadimi? Demak, buni massasi topishimiz 4-chi bo'ladi. Xo'p.
5301,4 dan ayiramiz. 80ni ayiramiz. 80ni ayiramiz. 241,4 ta. Demak, ayirish boshlandi. 5301,4 dan men 244 ta ayray birinchi. 244 ta ayrsam chorak son chiqadi-da. 0 0 10 dan 4 ta ayirsak 6 0 5. 5060 mi? 5060 dan 160 ayirsam bo'ladimi? 4900. Demak, 4900 juda chorak son chiqdi. 4900 o'sha sulfat kislotani massasiga mos raqam chiqdimi? Endi sulfat kislotani mollar yig'inini hisobladigan bo'lsak, bu 1 mol, bu 1,5 mol, bu 3,4 mol. Jami 2,5 mol, 5,9 mol. Endi javob 3 mi? Sulfat kislotani massasi topishim kerak. 98 ni ko'paytiramiz. 5,9 ga bo'lamiz 4900 ga. 100 ga ko'paytiramizmi keyin? Mana ikkovini nima qiladi? Qisqarsa 98 qisqartirsak bu yerda 1 qoladi. Bu yerda 50 qoladimi? 50 qoladi. 50 qoladi. Demak 5,9 ni 50 ga bo'lib 100 ga nima qilish kerak? Ko'paytirish kerak. Ikkovi qisqaradimi? Ikkovi qisqarsa 11,8% bo'ladi. Tushunarlimi? Elektrozdan keyin hosil bo'lgan eritma tarkibida sulfat kislotaning massasi topdik. Endi oxiriga yetib keldik. Javob 4 ga. Kaliy sulfat necha mol? 1,7 mol. O'sha 1,7 mol kaliy sulfatimiz bor. Javob 4 ga keldik. Kaliy sulfatni ikkiga bo'lib olamiz. Dissotsiyalangan va dissotsiyalanmagan qismga bo'lib olamiz. Dissotsiya qilsak, ikkita kaliy bilan bitta sulfatga dissotsiya qilamiz. Bu dissotsiyalanmagani. Nega dissotsiyalangan, dissotsiyalanmagan deyapman? Chunki savolni qilinglar nima deyapti? Hosil bo'lgan eritma tarkibida kaliy sulfatning dissotsiyalanmagan molekulalar tarkibidagi atomlar soni, dissotsiyalanmagan tarkibidagi atomlar soni kaliy sulfatdan hosil bo'lgan ionlar sonidan 6,8 molga ko'p. Bu 1,7 mol qilamiz, to'g'rimi? Buni x qilaman, buni 1,7 minus x qilaman. 1 moldan 3 ta ion chiqadi. 1,7 minus x dan 5,1 minus 3x ta ion chiqadi. 3 ni ko'paytiryapman. Buni 1 molida nechta atom bor desa, 2 ta kaliy, bitta oltin go'rt 3 ta, 4 ta kislorod bilan 7 ta atom bor. X molida esa 7x ta atom bor. Kim ko'p? 7x ta atom ko'pmi yoki ion ko'pmi desa, savolda aytayaptiki, molekula tarkibidagi atomlar soni kaliy sulfatdan hosil bo'lgan ionlardan 608 molga ko'p. Atomlar soni ko'pmikan? Unda 7x dan ayiramiz 5,1 minus 3x ni. To'g'rimi? Buni bunday ayirsam nech chiqish kerak? 6,8 chiqish kerak. Xo'p, 7x minus 5,1 plus 3x teng 608. 7x ga 3x 10x teng 5 ni bir tarafga qo'shib o'tadimi? Necha? 11,9. X teng 1,19. 1,19 degani o'zi 1,7 mol edi-ku. 1,19 mol ortib qolgan. Qolgani nima qilgan? Dissotsiyatsiya bo'lgan. Qanchasi dissotsiyatsiya bo'lgan desa, 1,7 dan ayiramiz. 1,19 ayirsak 5 0 51 dissotsiyatsiya bo'lgan. Dissotsiyatsiya darajasi topish uchun dissotsiyalangan ummiga bo'lishim kerakmi? Dissotsiyalangani qancha? 0,51 1,7. Virgul suraman. Ikkita virgul sursam 51 bo'ladi. Ikkita virgul sursam 170 bo'ladi. Keyin 100 ga ko'paytiramanmi? 30% bo'ladi. Demak, kaliy sulfatning dissotsiyatsiya darajasi 30% bo'lgan.